Mahalla ham o'zgarib ketibdi. Dadam ketdilar Rossiyadan. O'g'il, sizmidi? Saturnni o'ylabman, qarang. Assalomu alaykum, paha. Rossiyaga borib ishlab kelganman. Ruschani siz gapirishingizni qarang. Mana u nima mana u? Soch bu hozirgi paytda moda. Modangizga o'tsin. Yuring, birinchi sartaroshga kiramiz. Uyga kirmaysizmi? Uyga keyin kiraveraman. Birinchi soch hal qilishimiz kerak. Ha, bo'pti. Dada, taksida ketaylik, piyoda yurmaylik. Bo'ldi-da, o'g'il, hozirda taksi ishimiz. O, taksi. Voy, brat! Turishingizni ko'rib, taksi ham to'xtamayapti-yu. Yuring, piyoda ketamiz shekilli. O'g'lon, mana uni sochini qaramaysanmi? Men seni o'rtog'im deb ishonib ketdim, sochini olib yuradi. Ishxonamga olib baqirishingni qara. O'zim o'g'limga qaragan vaqtim yo'q-ku, sen o'g'lingga nimaga qarayman? Baqirma menga, ol mana uni sochini. Qo'roningni. O'tasan. Achchiq qilmasdan ol o'g'limga. Achchiq qilganim yo'q, bor tepamda turma. Chiqay tez. Ne'mati, qarachi yoqdimi? Yoqmadi. Vashi yoqmadi. Yoqmadimi? Yurchi manaqqa? Bo'ldi mana. Yoqdimi? Yoqmadi, boshqatdan ol. Nimasini olaman yana? O'zi oxiriga yetib keldigi mana qara. Aka, ayam pamperska chiqaradilar, pulimni yirtib oldim. Keling, chevarsiz-ku. Shu arzimagan pulga ham yig'layapsan 5000 ga. Hali yosh ekansan. Katta bo'lsang, hali boshingda qanaqa sinovlar bor? Yo'l bo'pti. Mana, erkak kishi hammasiga yig'lavermaydi. Xo'p bo'ladi. Sendan 10 ming so'm bo'ldi. Otishtacha, hayvonlar! Otlaring! Kelinglar, taksilar bor, taksilar. Kelinglar, taksilar bor. Bormi aka, taksimi? Yo'q, ukam, pajarni. Ko'rmayapsizmi, taksida? Yomon asab ekansiz. G'alatan toshiysizmi? Ha, bo'pti, qaboros, chiqing tashab qo'yaman. Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichida Rossiyada musofirda yurganlar bo'lsa, men sizlarga Yubor ilovasidan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman. Nimaga deydigan bo'lsa, siz bu ilovadan Rossiyadan O'zbekistonga xohlasangiz so'mda, xohlasangiz dollarda bemalol pul jo'natasiz. Yubor ilovasi Play Marketdan App Store'da ham bor. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan foydalanamiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. O'rmay aka, non bormi? Bor, ichkari qarang, bor edi. Ha. No yo'q akani. Ukam, ro'zada eplab bo'lmayapti. Tugagandir-da, iftorlikka yaqin. Bo'pti, mana ular hisoblab bering, necha pul? 19 ming. Mana aka, 20 ming. Hozir. Aka, qo'ysiz-chi, o'zingizcha men so'm o'qitagan kishi bo'lasiz. Nima olishim aniq bo'lsa, tizbachka bilan qurita olaman-da. Bo'pti, ko'rishamiz. Ramazon aytib keldim eshagingizga. Ha, xudoyim always eshagingizga. Olmay aka, 2 ta nondan bering-chi. Mana 15 ming. Nima bu yengil aka? Avvallar nonlaringiz og'ir bo'lardi-yu. Bu ko'targan qiynalgan dedim-da, ukam. Ha, bo'pti aka, mana. Nima buni cho'qqigan? Mana sanagan qiynalgan dedim-da aka. Aka, ihson qiling. Hozir pul bersam, balki kompyuter o'ynaysan. Undan ko'ra men senga zo'r narsa olib kelib beraman. Ketmay turgin-a? Xo'p. Aka, yo'qmi-ka? Zo'r aka. Qayera. Menda 300 ming qarzing bor-da. Nimaga 250 ming beryapsan hozir? 50 mingni qachon berasan? Erkak bo'lganmanda. Aka, ihson qilinglar. Mana 270. Aha. Mana 290. Hop. Mana 300. Sen bilan R'mizmi? Ha, R'miz. Do'q bersin. 2 yildan keyin nasib xudo xohlasa
Men bilan bunaqa qilib ohangda gaplasha olmaysizlar. Men ruxsat ham bermayman bunaqa gaplashishlarga, nasib bo'lsa 2 yildan keyin. Tog'a nomiga gap o'tyapti, chiqmasangiz bo'lmaydi. Yo'q, qani. Ko'rdingmi? To'yini qanaqa holatga solib qo'yyapsan? Uylanmaganmi bu? Aytdim amaki men sizga. Tog'am shuni olib qo'ygansan, ishonmaysizlar, 30 ga kirib 3 ta valiz bor sizni. Tog'am 30 ga kirib hali uylangani ham yo'q. Bechora tog'am. Tog'a endi sumkasini tortyapti noyimi. Uka, nima qilib o'tiribsan odamni rahmini keltirib? To'roningdan undan ko'ra validan patron non beraman. Qani aka uka? Ovqatni non bilan yeganda, bo'lmasa qorin to'ymaydi. Qani ol uka, ol. Bosh eshagim boylandi, qozon. Ye. Mitomirat, mana o yangileli. Salla вообще bezbet ketibsanlar, ha? Nima deb o'ylagandingiz? Bo'ling. Ha, tura qoli. Ha, shunaqa. Hozir ko'rasan. Yutrancha. Erkak size. Voy, bu anakan ko'ryapsizmi? Ha? Hozir kelib narsa beradi-da, olib yurmaymi? Nimaga? Qattan bilasiz, qo'lida nimalar ushlagan, qo'lini yuvganmi, yuvmaganmi? Rahmat. Suv bo'ldi. Suv. O'rta, yo'lda ketdim, taki g'o'ram olib qo'ydi. Yana kalta yedingmi? Meni oldimdan bir qadam uzoqlashmadiganman. Qayerda o'zi? Mana yerda. Yur. Bermaysanmi? Mana shumi? Ha, shu. Hozir. O! Sanma masini doshim g'o'rasini olib qo'ygan. Nima deyapsan? 05, chakarasidan 05 topolmay turadi. Nima, tepadan qaraganda kichkina ko'rayapmanmi? Kichkina ko'rayapmanmi? Qaysi sinfda o'qiysan? A sinfda o'qiyman. Ha, ana o'zi har safar bolalardan kalta yeb yuradi. Bor sinfdoshim g'o'rasini joyiga qo'yib qo'y. Xo'p. Aka, mana g'o'rasiz. Zo'r aka. Bo'ldimi? Ketdi, yur. Bilaman yosh bola deb o'ylash kerak. Chivinni ham kichkinasi yomon chaqishini bilmaydi-da. Jahon aka, ana gay xodimlari bor ekan. Aytdim-ku mana sizga, shatdan yurmaylikdi. Ha, bo'pti, yur, mahalladan yuram. Yuring. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Menga bas aka. Alo. 2 kilo olma. 2 kilo bananammi? Ha, bodrinammi? Ha, hammasini qaraylar, Alladinnikiga topib qo'yganman, ha. Badrning shakliga kirib bo'lsang, Badrning shakliga kirib adani kel, lekin boshqa narsaning shakliga kirib ketma. Bailalo, Rocky. Ta. Ama aka, qaysi tomonga ekan? Ha, men bu tomonga. Men bu tomonga. Oh, bo'l telefoningni ber. Biz o'g'rimiz. Menga emas, Sultan Amonga ber. Bo'l. Ya, o'g'irlik bo'lyapti. O'rtog'imdan ber. O'g'irlayapti ekan. 16 Pro Max mi? Akalar, zakaslaring tayyor, a? Buni berib yubormi? Ha? Pul tushib qopti, yo'q. Vayda, sharmanda qilma, qara. Akalar, nima uchun uchyapsizlar? Bu safar men gret qilsam, qipanda. Yakkachilikda o'tiradi-yu.
Puling ko'payib ketdimi sani? Aka, nima sizda bo'lmaganmi? Mana aka. Rahmat akaxon, tushungizcha. Aka aytdim-ku, men bugun gret qilaman deb. Shu o'rtancha akam sigaret chekmayman deydi-yu, qo'lga tushdi. Oqatda akamga aytib, pulni olamiz. Aka. O'rtancha akam sigaret chekyapti. Yo'q, ariq ko'rdingmi? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Endi ham dabdalasini chiqaraman. Ko'rsatchi. Ana. Mana qara, chekyapsanmi? Chekkan yo'q ekan-ku. Men ikkala ko'zim bilan ham ko'rdim. Rostdan chekmayapsanmi? Chekmayapman deyapti-ku. Gap yo'q aka. Sigaret chekma, sport bilan shug'ullan. Men sen bilan faxrlanaman. Aytdim, u chekyaptilar deb. Bas senga nech pul beradi? Aka, suv berasizmi? 2 soatdan beri yuribmiz. Chanqab ketdi. Hadi birpas sabr qilib turgin. Kim bilasan? Yirchi qani? Men shu yerdami suv ichib turibman. Jo'g'o, sinfda seni ko'rib qolgan yaxshi bo'ldi. Orqasida yurgan Nargizing bor-ku. O'shachi sen nomeringni so'rab berib yubordim. Voy Nargiz. Menga qara, sinfda hamchi eng krasavchik bola seni deya o'zi. Seriozli. Bugun kechquruncha ala bilan o'tirishimiz bor. O'shanga yo'g'ib qolmagan telefon qilaman, xo'pmi? Hop. Sochimni chotga qilib kaltalab qo'ying. Voy meni do'mbog'im, nech pul olib chiqdingiz? 20 ming. 20 minggachi shogirdim olib qo'yadi. U ham bugundan planga ishlayapti-da. Ha, biz olib beramizda usta. Ha, bo'ldim aka. Ye. 100 ming akani. Va 100 mingga biz olib qo'yamiz-da mana. Shogird planga ertadan ishlarasan. Yigitni ismi Jahongir bo'ladi. Yigitni ismi Jahongir bo'ladi. Mana yaxshi. Aka, suvlar qanchadan aka? Keling aka, suvlarimiz 10 ming so'mdan qo'yaymi? Aka 5 bor. Bitta qo'yib bering, mazali ichaylik. Aka, o'zi 5 mingga osh ballay qo'yyapman. Turishingizni qara, ho'kizdek bala ekansiz. Sizga 10 mingdan kami yo'q. Ha, mayli-da. Kimgadir yaxshilik qilamiz ekanda. Ey bala, bachchi. Hamma aka. Chanqadingmi? Vashshi chanqadim. Ha, men ham chanqadim. Mana 10 ming qo'yib yuboring.